kutubxonamizning asosiy kitobsevarlari o'zimizning oila a'zolarimiz, nevara-evaralarimiz. 7 ta mahalladan katta kichik odamlar tashrif buyuryaptilar. Kerakli kitoblarni olib, bemalol, bepul, beminnat har soha mo'ljallangan kitoblar bor. Undan keyin badiiy kitoblar, Jules Verne, Robinson Crusoe, Daniel Defoe, Pushkin, Lermontov, Rasul Gamzatov, Chingiz Aytmatov kitoblari bor. Hozir belga asosiy 4 tilda kitoblar mavjud. O'zbek, tojik, rus, ingliz tillarida. Hatto so'zlashgich mana turkiy zabonga ham bor. Kitobxonlar masalan 5 ta 10 ta kitob mendan olib o'qigan bo'lsa, bitta ikkita o'zlari o'qib bo'lgan kitoblardan qo'shib ketirib beradilar. O'sha odamlarning nomidan jurnal ochganman, yozib qo'yaman. Rahmat, tashakkur bildirib, mana kecha tumanimiz, Samarqand tuman Yoshlar ittifoqi markazi boshlig'i tomonidan 65 ta kitob kutubxonamga hadya qilindi.